Assalomu alaykum Chorva vodiydi ashaddiy obunachilari hamda YouTube'da bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar. Bugungi biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i o'zimizni kichkinagina qo'y fermamizdan video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta like tirs bosib kanalga obuna bo'lib turinglar. Arzon qo'zi qo'chqorlarni mana shu kanalda chiqarib boramiz hafta kuniga. Shanba 2026-yil 21-fevral. Hammangizga kuningiz fayzli va barakali bo'lsin deb biz videolarimizni boshladik akalar. Qo'chqorlar soni 25 dona. Yeb ichishlari, tana jonlari sog'lom. Yemini astoydil yeb turgan variantidan. Xo'p, bularning bo'ylarini 80 plus minusga hisoblaring chiqarib olaverasizlar. Mana bunaqa sariqlari ham zo'rlardan dumbalari katta yemini yeb turgan ideal sostenadagi qo'chqorlardan yetib keldi. Talablar va istaklarga binoan xudo xolasa obunachilar aytishdi. Qo'chqorlarni ham olib keldik. To'liq olib kelardik asosan. Qo'chqorlardan ham olib keling degan aka-ukalarga mana tavsiya qilib qolamiz. Yemini yeb turgan, yeb ichishlari zo'r, tana joni sog'lom. Asosiysi mana badanni qarang, badani ham quruq emasda, yemini yeb turgan, xudo xolasa qovurg'alari ham to'la go'shtga, xudo xolasa. Hop, bularning narxini 4,7 million so'mdan yana haydaga o'tib beriladi. Jarayab bermadingizmi? Chiroyli qilib, kamera qilib yetkazib olib borib beriladi. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilishlaring mumkin. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obunani tirs bosib tursalaring. Bundan darzon qo'chqorlarni chiqarib berishda biz davom etamiz akalar. Hammangizga ishingizga, chorvangizga baraka bersin. Videolarga shu joyda yakun sevamiz.